Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang. Assalomu alaykum. Janob Prezidentimiz Shavkat Miromonovich va Saida Mirziyoyevna va har doim bizlarni kuzatib turgan mehribon xalqim. Men qayta video qo'yishim sababi shaxsan prezidentimizga yetib borish uchun qo'yyapman. To'g'ri, yurtimiz rahbarining ishlari juda ham ko'p, davlatimizni tinch, osoyishta ushlab turganlari uchun ham ming rahmat. Lekin shunchalar davlatimizni tinch ushlab turib, shuncha xalqimizni osoyishtaligini o'ylab, shuncha farmon qarorlar chiqarib, o'ylab, doimo bizga o'xshagan qiynalgan xalqlarni o'ylab, har doim kecha-yu kunduz yaxshi yordamlar, qarorlar chiqaryaptilar. Hatto Saida Shavkatovna ham mana gaplarini, har bir gaplarini eshitib, intilib, biz ayollar, biz onalar, xotin-qizlar umid bilan yashayapmiz. Saida Mirziyoyevnaning gaplari mana onalar qo'rqmanglar, ayollar qo'rqmanglar degan gaplari, hech qachon umidlaringizni uzmanglar degan gaplariga intilib, mana bugun men yana video qo'yapman. Mana hurmatli Saida Shavkatovna, avvalambor sizni tarbiya bergan otangizga, onangizga ming rahmat. Yosh bo'lsangiz ham shunchalar bizga o'xshagan qiynalgan ayollarni dardini, ko'nglidagi dardiga malham bo'lib gapiryapsiz. Harakat qilinglar, oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz uchun intilinglar, umidlaringizni uzmanglar. Oldinga harakat qilishdan qo'rqmanglar deyapsiz. Lekin qanday qo'rqmanglar? Bizlarni kim qo'llab-quvvatlaydi? Kim eshitadi? Shaxsan meni o'zim salkam 5 yildan bir bolamni dardida, bir bolamni dog'ida azoblanib, internet tarmoqlariga to'xtovsiz chiqib, prezidentga murojaat deb to'xtovsiz murojaat bilan chiqyapman. Bir bemor o'g'limga yordam so'rab chiqyapman. Qiynalgan oilalar reyestriga kirgizilganman. Ayollar daftarida turaman. Lekin o'sha daftarda turganimda nima foyda menga? Nima foyda? Yurtimiz rahbari og'ir bemori bor xonadonlarga, og'ir sharoitda qolganlarni reyestrga kirgizib, kerak bo'lsa har kuni xabar olyaptilar. Har kuni hol so'rab, nima kamchiligi bor? Alloh bergan sinovda shunchalar og'ir qiynalib o'tirib, hech bo'lmaganda borib ko'nglini ko'tarib, kerak bo'lsa qo'lingdan kelgancha yordam berib, kistasidan bo'lmasa ham prezidentimiz shuncha farmon chiqarganlar, o'sha yuqoridagilar kistasidan yordam bermaydi bizga hech qachon. Hech bo'lmaganda yurtimiz rahbari chiqarayotgan farmonlarni bizga to'la to'kis yetkazib yordam bersalar bo'ladi-ku. Hozirgi kunda ayollar daftarida 630 mingdan ziyod xotin-qizlar ro'yxatda turibdi. Mana hozirgi hayotimiz bu. Mana balandparvoz gaplardan yiroq bo'lib, pastga tushib, mahallada ishlamaganimizning natijasi shu. Afsuski bu muammolarni hal etishda mahalla faollari, jamoatchiligimiz va nuroniylarimizning o'rni va ta'siri ham mutlaqo sezilmayapti desak, bu ham adolatli haqiqat. Bir narsani aniq tushunib olishimiz zarur. Ham oila, ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanish bilan birga o'qish, ish yoki tadbirkorlikni olib borish katta matonat talab etiladi. Farzandiga qarash kerak, oilasiga qarash kerak, ro'zg'orga qarash kerak. Shu bilan ish bilan bo'lib, tadbirkorligi bilan ham shug'ullanib, dalaga ham chiqib, katta ish qilish bu matonat. 1 yil oldin berilgan yordamlar, 2 yil oldin berilgan yordamlarga qo'shib chatib yopmay. Men telefon qilishlardan charchadim. Bolam qachongacha kutadi? Bolamni 1 yil e'tiborsiz, xuddi bir inson qadri qimmatini o'ylamay, o'zlarini farzandlarini shu bolani o'rniga qo'yib ko'rmay, yana yurtimiz rahbari chiqargan yordamlarini na tibbiy, na moddiy yordam bermay 1 yil qiynab tashab qo'ygan mahsullarni nima uchun butunlay ishdan olmaydilar? Nima uchun tegishli chora ko'rmaydilar? Qayta isbot dalili bilan men qo'yib bergan videolarimni ham yopib, yurtimiz rahbariga yetib bormasligi uchun kurashyaptilar. Meni yomonga chiqaryaptilar. Men nimaki murojaat qilsam, viloyatda
biznikiga birorta bir tekshirish uchun kelmoqchi bo'lsa 2 kun oldindan eshigimda tagida turadilar. Gapirmang, iltimos qilamiz, aytmang. Hatto Adiz Boboyev kelishda ham shunaqa holat bo'ldi. Qachongacha bir ona farzandi uchun kerakli yordam so'rasa-yu, faqat bu bolaga hozir mana 1 yil berilmadi. Tibbiy yordam umuman 1 yil berilmay, undan keyin berilayotgan tavakkal dori-darmonlardan to'yinib ketgan bitta dori-darmonlari. Men dori darmonlarga ham ishonmay qoldim. Vaqti keldi menga siroga o'tgan dorilar olib kelib berdi, noto'g'ri dorilar olib kelib berdi. Shaxsan o'zim 1 hafta oldin kasalxonaga davleniyam ko'tarilib olib, koma holatiga tushishgacha bordim. Skorida olib ketdilar, davleniya ko'tarilgan, yuragim tez urgan holatda uyimizni oldidan toki kasalxonaga borgunimcha, mana qishlog'imizdan chiqish yo'liga 2 kilometr yo'lga men o'zi reanimatsiya shotovoyga bordim. Shunchalar yo'llarimizni ahvoli yomonligidan, mana shu yo'limizda hech bo'lmaganda og'ir bemorlar, keksalar, homilador ayollar, yosh bolalar, meni bolamga o'xshagan og'ir bemorlar skorida olib qolmaganimiz uchun davlatimiz tarafdan shu 4 metr asfalt qilib beringlar, 1,5 kilometr ham chiqmaydigan joyda ko'rsatganim uchun tuman hokimimiz meni 1,5 oydan bir telefonimni ham ko'tarmaydilar, xabarlarimni ham o'qimaydilar. Mana hokim buvamizga shu may oyidan biri qilaman telefonni. Har kuni qilaman. Birontasiga ko'tarmaydilar, yo'q javob qaytarmaydilar. Menga ham shu tuman hokimi topshiriq bermasa qimirlamaydi ba'zi bir xodimlar, shuning uchun majbur bo'laman tuman hokimiga qilishga. Lekin tuman hokimimiz ham prezidentga murojaat qilib yo'limizda aholini yo'lda chaqib chuqurlarni ko'rsatib, bizning yo'llarimizni ham tekislab beringlar, bemorlar olib chiqishga qiynalamiz deb tanqidiy video qilib chiqqan uchun O'zbekistonni Kattaqo'rg'onni sharmanda qildi deb shundan bir telefonim ko'tarmaydilar. Ko'ring mana Adiz Boboyev janob prezidenti hech kim bolam demosin, hech kim yo'q, zoriftirmasin Allohim. Qo'llarim ham qaltirab qolganman. Svet ko'p o'chavergandan mana hozir issiq kunlarda qiynalamiz, uyda sovutish uchun xolodilnikda baland dorilar navbat bo'lyapti bari. Mana shu bola og'ir bemorlar, bitta meni o'g'lim emas-ku. To'g'ri, meni o'g'lim tumanda eng og'ir bemor, lekin qariyalar bor, yoshlar bor, yosh chaqaloqlar bor, kichkinalar, keksalar, hamma inson uchun o'sha issiq kunda sovutish kerak bo'ladi, sovuq kunda isitish kerak bo'ladi uylarini. Elektr tarmoqlarini hatto meni telefon qilib, "Bo'ldi, biza qishloq, mana shu qishlog'ingiz uchun pul ajratildi, jihozlaymiz. Cho'p stalbalar avariya holatda chirib yotgan stalbalarni almashtiramiz, toklarni ulaymiz, ko'chalarga yoritgich qo'yamiz, hech qachon svet o'chmaykan qilamiz" deganiga 2 oy bo'lyapti. 2 oy bo'lyapti. Qishloq ahli mana shu bola uchun kurashib, shuncha jasorat ko'rsatib kelayotganim uchun menga kerak emas. Qishloqdan komi qildilar meni. Menga kerak emas, chunki ular qiynalganidan iltimos qilaman, bizning ham qishlog'imizga svetlarimiz o'chmasin, gaz kelsin, yo'llarimiz tekis bo'lsin, bolalarimizga o'yingoh bo'lsin deb meni xalq saylaganiga umuman meni eshitmay qo'ydi bular. Umuman eshitmay qo'ydi. Qachongacha davom etadi? Qachongacha davom etadi? Loy ko'chalarga tosh to'kamiz deydi. Yoqilg'isini pulini beringlar to'kib beramiz deydi. Yoqilg'isini pulini haqdan yig'ib berdik, mana yo'q, tosh ham chala qolib ketdi. Asfaltni ham kelib o'yib, kesib, chala qilib, yamani 40 yamoq qilib kelgandan 2 yildan biroz bugun mana hozir boshlagan 5-yamalishi. 40 yamoq bo'ldi, shu 2 kilometrgina, 2 kilometr emas, 1 kilometr yo'l 40 yamoq bo'ldi. O'sha 40 yamoq qilgandan ko'ra shu 4 metrmi, 3,5 metrmi
hech bo'lmasa mana shu skori yurishga asfalt qilib bersalar bo'ladi-ku. Mana shu yo'l. Mana yerdan yo'lni kengaytirish uchun arada aqolli hashar yo'li bilan. Mana kesib ketganlariga bugun 7-kun. Shu ko'chani bizga faollar shu mana shu yerdan mana shu qishloqqa kirish joyidan o'sha Burungacha 1,5 kilometr chiqadi. Mana shu holda yotibdi. Yama faqat yama. 4-yamashlar bu yamashlar. Bu yerdan qanday qilib xalq murojaat qilyapti, qiynalyapti, moshinlarlar chiqishga. Kasalni olib chiqishda boshqa iloji ham yo'q. Bitta tumanda mana eng og'ir bemor 5-6 martalab kelib tuman hokimi uyimizga balamni holatini ko'zlari bilan ko'rgan. Men yuqoriga murojaat qilib internet tarmoqlariga prezidentimga, Saida Mirziyoyevga murojaat qilib chiqqanim uchun bilaman, juda ham yomon ko'rib ozmuncha mani boshimga ozmuncha kun solmayapti, bular kamsityapti, o'ksityapti. Ko'chaga yolg'iz chiqqani qo'rqamanmi? Yana aytaman, Tanzila Norboyeva bizning tumanimizga kelgan kunlari men adashib o'z ishim bilan yolg'iz hokimiyat binosi yonidagi maktabgacha ta'lim binosiga borib, ishim bilan borib, nevaramni maktabga yozdirish uchun borgan joyimda meni quvib olib chiqib ichki ishlar mashinaga tiqmoqchi bo'lganda xalq menga yordam berib qochib qoldi. Haligacha sababini tushunmayman. Mana hozir Saida Mirziyoyevdan gaplarni eshityapsizlar, qo'rqmanglar. Biza qanday qo'rqmaylik, Saida Mirziyoyevdan qanday qo'rqmaylik. Har safar o'zimga o'zim aytaman. Yig'lamay video qilaman deyman. Shunaqa O'zbekistonimizni yashnatib, gullatib, rivojlantirib bitta Alloh huzuriga borganda yurtimiz rahbari mana xalqimni qiynalgan, xalqimni farzand dog'ida kuygan onalarni, farzand dardida yongan onalarni shuncha yordam berdim, bemorlarga yordam berdim deb Alloh huzuriga yuzim yorug' bo'lsin deb kurashayotgan prezidentimizni qarorlariga intilgan onani shuncha xo'rlayaptilar. Viloyatda ham ishontirdilar, rasm, videolar bilan. Viloyat ham hozir menga ishonmaydi. Ular ham meni internetga chiqishimga qarshi. Nima sababdan siz ko'rmasligingiz uchun qachongacha qiynalamiz? Qachongacha? Bolam qiynalyapti-ku. Ularni qorni to'q, farzandlari sog' salomatda. Hech narsadan qiyinchiligi yo'qdi. Nima uchun eshitmaydilar? Nima sababdan eshitmaydilar xalqni? Nima uchun bizning qishlog'imizni mana shuncha yildan beri biror marta asfaltini to'liq qilib bermadi? Og'ir bemor bor edi-ku. Meni o'g'limdan tashqari ham qariyalar bor, insonlar yashayapti. Hatto bizning qishlog'imizni quvibsini 2 soat mashinada yurak yo'lga jo'natib o'rganlar. 2 soat yuradi. Samarqandni tagiga borib o'rganlar. Qanday qishloq ahli aqqa boradi? Qanday boradi? Men mo'ljal janjal qilganimdan noqonuniy poliklinikada xizmat ko'rsatib turibdilar. Men shu qishloq ahliga noqonuniy gaz balonni mana kecha telefon qildim. 35 bugun 37 kun bo'lyapti desam, sizlar katta mahallaga kirgizilgan qolgan mahalla qishloqlarni tarqatgani uchun hali sizlarga bormaydi deyapti. 60 kunsiz kelmaydi. 60-50 kunsiz gaz balon kelmaydi qishloqqa. Qancha qiynalsin. Na elektr tarmoqlari to'la ta'minlangan, na yo'llar ta'minlangan, na gaz balon o'z vaqtida keladi. Na tibbiy yordamga bunaqa muhtoj kuchli mutaxassislar bizning tumanda nevroxirurg yo'q shifoxonamizda. Qachongacha xalq qiynaladi? Qachongacha? Hatto prezidentimiz, yurtimiz rahbari davlat ro'za Ramazon oyida og'ir bemorlarni operatsiya qilish uchun yordam chiqargandilar. O'shalar ham yo'q, o'sha hammasi tugadi.
mana shu gaplarni aytganim uchun man yomonman. Man yomonman. Haqiqatni gapirgan o'ldirish kerak. Balinsaga bordim. Balinsaga borganimda shaxsan mani o'zimga yarim soat ichida 14 ta ukol qildilar. 14 ta. 12 tasini aytdilar, 2 tasini haligacha bilmayman nima ukol qilinganini. Kundan kunga holsizlanib boryapman. Boshimni ko'tara olmayman. Yuragim battar bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lishdi bunga. Maqsadlari meni yo'q qilishmi? Mayli meni yo'q qilsalar, lekin men murojaatimda janob prezidentim Shavkat Miromonovich Saida Mirziyoyevni meni eshitinglar. Kelinglar ko'zlaringiz bilan bolamni holatini ko'ringlar. Mayli qolganlarni og'zini yumsin, qo'rqsin, men lekin balam uchun qo'rqmayman. Hech narsadan balam uchun kurashaman. Oxirigacha boraman. Mana Alloh deyapti balam. Alloh deyapti. Yashash uchun kurashyapti. Qachongacha men yig'lab yordam olaman janob prezidentim. Saida Shavkatovna. Prezidentim o'ylab shuncha sochlari oqarib xalq uchun kurashayotgan, biz uchun kurashayotgan farmonlarini, yordamlarini qachongacha yig'lab gadoydek yalinib xalq oladi. Uni ham to'lib ololmaydi. Qachongacha yomon bo'lamiz, bizga o'xshagan onalar yozuvchi degan nomni olamiz. Shantaj, tuhmatchi degan nom bular emasmi? Kelib qalbaki rasmlar bilan bizni murojaatlarimizni yopib jim-jim qilaverayotgan. Bular emasmi? Nomiga ish qilayotgan. Reyestrdasiz dedi, parni qilib beramiz dedilar. Parni hayla nomiga qilingan. 4 ta simni tiqib ustiga klyoka o'rab ketgan, klyoka ham yirtilib yotibdi. Gullarim o'lib ketdi, gul bilan foydalanaman dedim, bo'lmadi, hech nima qila olmadim. Aksincha siz aytmayapsizmi, borib shuncha masalaga pul ajratyapman, borib urganda bir nima bilan band qil deyapsiz. Bular nima qilyapti? Necha yildan beri uyimni kadastrlari yo'q. Qaynatamni o'lib ketganiga necha yillar bo'ldi. 20 yil bo'lyapti salkam. Hali qaynatamni nomida yotibdi. Respublikaning barcha hududlarida kadastr yo'q xonadonlar masalasini uzil-kesil hal qilish uchun alohida qonun loyihasini ishlab chiqib, muhokamaga kiritsin 3 oy muddat beriladi. Yangi qonun qabul qilingancha uy-joy egalariga 3 karra oshirilgan soliq qo'llash to'xtatib turilsin. Soliqlarim to'lolmayapman dedim. Erkinjon Turdimov soliqni to'lab, kadastr qilib, soliqdan ozod qilinglar degandilar. Haligacha bo'ynimda soliqni qarzlari bor. Balamga yetkazolmayman, men qayerdan bilan. Men balamdan ortiq qayerga yuguray, eshik. Qachongacha yalinay, qachongacha. Viloyatga telefon qilsam yolinsam, tumonga telefon qilsam yolinsam. Siz chiqarayotgan farmonlaringizga biz yalinishimiz kerak. Yalinib yordam olishimiz kerak. Mana hozir ko'rsataman, bo'lamni ahvolini yana ko'rsataman. Manaki. Mana o'zlarini farzand shirdan ovqat beraverib, mana shlankan tegi nima bo'lib ketgan, mana. 4,5 yildan bir shirdan ovqat beraman, mana shlankandan yordam bersalar, mana shuncha harakat qilyapti. To'g'ri, videolarim qaltirayotgandir. Qo'lim qaltirab qolgan, yig'lay. Alloh oldiga borib qanday javob beradilar bu yolg'onlar uchun? Qanaqa javob beradilar? Men yomonmanmi, ko'rsinlar qani. Men tuhmatchi, shantaj. Hammasi yozuvchi. Meni imkon qadar yo'q qilishga harakat qilyapti-ku. Men nazoratga olib, o'zlaringiz himoyalaringizga olib, bolamni oyoqqa turish uchun yordam beringlar. Gapirishga harakat qilyapti Alloh qudrati bilan. Qo'llari ko'karib ketdi. Bular bo'lmas dorilar, tavakkali kol dorilar bilan. Yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Har biri ko'rayotgan xalqim mana shu bolani oyoqqa turishi uchun
bir onani Alloh oldida oxirsini ola bilasizdan o'tganda o'z yordam qo'llaringizni cho'zib farzandimni oyoqqa turish uchun murojaatlarimni tegishli joyga shaxsan Saida Shavkatovnaga yurtimiz rahbari janob prezidentimga yetib borish uchun yordam beringlar. Mana Alloh deyapti. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Mani yig'laganlarimni balam yig'latganlar Allohga solib turgandir. Qo'rqmaysizlarmi?